Menga remontli uy kerak emas, biz remont holatdagi uy bo'lsa ham, o'zim ko'nglimdagidek chiroyli remont qila olaman degan odamlar uchun men shunaqa narxda, arzon narxda uy topib qo'ydim. Manzil Shibayevada joylashgan. Shundoqqina mana geologik sanatoriya, geologik stadionni to'g'risidagi, bu yoqda esa Javohir klinikasi bor. Bu yoqda Sitora Jasmin, xullas yaxshi lokatsiyada joylashgan uylardan topib qo'ydim. Bilasizlar, bu uylar 2006-yilda pishgan g'ishtdan qurilgan uylar hisoblanadi. Ko'rib turganinglar, bu yoq balkon qismi. Balkoni ham uzun, 2.10 ga 5.70 lik balkon. Bu yoq esa proyekt bo'yicha oshxona, gazlashtirilgan bu yerlarda, gaz bor. Bu yoq esa kirib kelish eshigimiz. Bu yoqda kladovkalar bor. Xohlaganlar mana shu joyda ochib yuborsa ham bo'ladi. Xo'p, kirganimizda to'g'rida mana birinchi xonasi. Umumiy kotelniy sistemaga ulangan, qishda isiydi. Yonida ikkinchi xonamiz joylashgan. Ikkinchi xonani xohlasanglar spalni, xohlasanglar detskiy xona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda stage servis, yonida esa Javohir klinikasi joylashgan. Lokatsiyasi juda ham yaxshi joyda. Uyimizni etaji ham yaxshi, 4 etajli domda, 3-qavatida joylashgan, o'rta qatordagi uylardan hisoblanadi. Bu esa sanuzelar, yonida hojatxonasi ham bor. Bu uyda anchadan beri odam yashamagan. Shuning uchun mana uyimizni ko'rdinglar, mana shu uyimiz bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qo'yganmiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ko'rdinglar, lokatsiyasi ham juda ham yaxshi joyda joylashgan. O'rta qatordagi uy. 2 xonali uy uchun egalari 355 million so'm pul so'rashmoqda. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, tezda aloqaga chiqinglar, o'zimiz kelishtirib olib beramiz.